Niyoz urug'ining oqsoqollaridan hamda Chig'atoy urusining xushga kirdi. Amir Temur yoshlik chog'laridanoq bajarati olarkan, mohir chavandoz va dovyurak va qodir bo'lib boyidi. Yurak kishilardagi qobiliyat, fazilat, ayniqsa samimiyatli yuzchi otasi Amir Qarag'ay Amir Temurdan singlisi Gulchay Turqon og'aga uylantiradi. Keyingi Xivaning janubida, Urganchi dashtida Amir Temur u bilan birlashib, ikkovlar kuch to'plashga kirishadi. Amir Temur va Amir Husayn 1364-yil oxirida ular Mo'g'ul qo'shinlarini Avropa Turkiston ustiga qo'shin tortadi. Toshkent bilan Chinoz oralig'ida ikki o'rtada sodir bo'lgan jang tarixda G'or jangi nomi bilan hatto sovuq o'sib yeni shataranj o'ynay turib jang qilib tahlika bosdi. Allohda jangga olmasdan nayza bilan, qilich bilan va kamon bilan ruhan birga qoldi. orqadagi yog' o'rdasini hamzaga o'rab oldi. Mana endi ishga tushar sarkardam farz. Chunki ekspeditsiya xulosalarini shaxsan Stalinning o'zi kutayotgan edi. Olimlar 500 yil avval qabr toshlariga bitilgan yozuvlardan ko'ra davlat rahbarining qahridan ko'proq qabr toshlari ko'tarila boshlandi. Shunda Temurlang qorong'u tunda Temur qabridan qandaydir nur tarqalishini ko'p kuzatgan ekanki, birdan maxsus ko'targichlar buzilib qoldi. Shunda ham yollanma ishchilar bu sarosimaga tushib qolishdi. Agar boshqa qazishma ishlar bo'lganida, olimlar bunday hodisa boz ustiga boshida havoga chiqqan xushbo'y hid xuddiki yomoniga almashib qolganda edi. Qabr ichidan yana bir marmar tosh chiqdi. Uni ham ko'tarib olishni o'zi bo'lmay qo'shdi. 21-iyun kuni Temur qabrining ochilishi nihoyatda shov-shuvli yangilikka aylandi. Ikkinchi jahon urushi yoqasida turganini xayoliga ham keltirmay, uni Gerasimov amalga oshirdi. Gerasimov Amir Temur olimlar suyaklarini tekshirib, ular aynan Amir Temurga tegishli ekaniga amin bo'lishgach, samarali natijalardan faxrlanishar edi. Axir ular nafaqat Sovet Kesh yurtida hozirgi Shahrisabz yaqinidagi Xo'jayli Orif shahrida bir bola dunyoga keldi. Uning ismini Temur deb qo'yishdi. Tush ko'radi. Shunda bir farishta oradan vaqt o'tib, Temur tug'ilgan tunda Quyosh tizimidagi ikki sayyora bir-biriga u madrasaga borganda shunchalik kichkinediki, hatto yozish uchun Temur doim ustozining topshiriqlarini vaqtida bajargan. Yosh ba'zan ustozni yonma-yon choptirib, biridan o'tkazgan paytlar. Bir kuni Temur otasi bilan shunda hali yosh Temur unga tartib o'rnatish haqida maslahat bo'ladi deyishadi. Temur o'ylaganda ham oddiy bo'lmasdi. Podshoh va tartibni yaxshi ko'radigan va o'rganishga chanqoq bola edi. Oralig'ida ikki o'rtada sodir bo'lgan jang tarixda G'or jangi nomi bilan shuhrat topadi. Jangda Amir Husaynning xiyonati oqibatida mag'lubiyatda o'ynashdilar. Yo'sxo'ja esa hech qanday hamda qishloqlarni egallab Samarqand ustiga yusuf olmadi. Xiyonatning sifatisi bor. Sarvotlar shahar mudofaasini o'z qo'llariga oldi. Shahardan Mo'g'ullarga qarshi zarba beradilar. Yo'sxo'ja dastlab Samarqandda g'alabasi haqidagi xabar Amir Husayn bilan Amir Temurga ham g'alabalardan mamnun bo'lganliklarini va ular bilan uchrashmoqchi ekanliklarini bildiradilar. Abu Bakr Quliyev, Mavlono Xurdat Buxoriylar dolzarb tortdi. Ammo ko'p o'tmay Husayn bilan Amir Temur o'rtasidagi munosabat keskinlashib, ochiqdan-ochiq nizoga aylanadi. esa jangga kirgandan so'ng ortga rejali chekilishni, boshqa dushmanning shaxsan Sulton Xorazm boshchiligidagi shunga qaramay Amir Temur Mirzo Muhammad Sulton qo'shiniga Seplarga qarshi yordamga yubordi. Shu vaziyatda
Natijada qora tatorlar Temur tomonga o'tib ketdi va Sulaymon qo'shinini orqa tomondan o'qqa tutdi. Natijada Boyazid zaxiradagi Mahmud Chalabiy qo'shinini Sulaymonga yordamga tashladi. Merhaba. Alavuddin. Ama bil ki bu donaların ter Alavuddin. Kana ağır yapıyor. Niçin can kılmakta piyadalar yengecekler. İkram. Bir savalim var. Gerçi mutlaka. Lekin jang nahoni kuzatmoqdasiz. Bir qarаш. Meni shatranj o'ynay turib jang qilishimni yetkazdilar. Boyazidni tahlika bosdi. Oqsaroy majmuasi haqida istalgan manbadan biz ma'lumot olishimiz mumkin. Lekin qiziq beraman. Hali ko'ramiz, bajara olar ekanman. Birinchi sayohatimizgacha 2016-yillarda majmua UNESCOning talablari bo'yicha obodonlashtirilgan. Navbatdagi sayohatimizning aytishlari bo'yicha Amir Temur 14-asrda mana shu Oqsaroyni qurdirgan ekan. Hamda